Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Ana Qo'qonda Sayaka bozoridamiz azizlar. Qo'qonda Sayaka bozoridan kiyim-kechak, suvosh, har xil narsalarni qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, kunlaring xayrli va barakatli o'tsin. Ana azizlar Qo'qonda valar mana soqqa yurib ish qilyapti mana. Ana. Alaykum assalom. Hormatsizlar. Nima narsalar bu? Gapiring. Videolarimiz borda. Necha razmeri? Tepami? Bor, velika 48 dan 10 velikangacha bor. Razmerlar bor, har xil. Necha razmerdan necha razmergacha? 48 dan 64 gacha bor. Hop. Narxlarimiz 50 mingdan 180 minggacha bor. Ulgurji narxlari? Ulgurji narxlar 40 mingdan boshlanadi ulgurjiga. Tepa pasti bilan bular. Bo'ldi. Telefon nomeri aytasizmi yo'qmi? 94li 133 94li 133 0999 0999 Optim millionlar. Optim millionlar. Xo'p. Assalomu alaykum azizlar. YouTube kanalida Mavzun kanalini tomoshabinlar. Mana shu yerda qishga issiq brizalar bor ekan yigitlarga. Aka bu rasmiylar necha razmergacha? 62 gacha 56 dan 62 gacha. Xo'p. Bularning narxlari necha puldan aka? 27 ming pachkaga. 27 ming pachkaga. Ana shu issiq millionlar bor ekan azizlar. Kimga ketsa mana kelaverasizlar. Telefon nomeri aytasizmi aka? Yo'q. Yo'qmi? Ha, telefon nomeri aytishmas ekan. Bo'pti. Kamzullardan bo'ldi. Telefon raqam aytish kerak. Mana azizlarda kamzullar bor ekan. Necha razmerdan necha razmergacha bular? Qizlargami bu? Qizlarimizga. Necha yoshga tushadi? Bular 52 gacha 48 ga. 52 48 gacha. 48 52 gacha. Ha, 48 52. Necha pul deyapsiz buni uzunini? Mana sichi 100 ming. 100 ming. Mana sichi? Mana bularchi 110 mingdan pachka bor. 110 mingdan. Bu aka narxlari pastga narximi? Pachka. Mana azizlar telefon nomeri ham aytishadi. Kerak bo'lsa kelaverasizlar. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91lik 696 57 59. Qo'qon shahar mana Sayaka bozoridan lavha. Qizlar brizalari. Necha puldan? Razmeri tengmi? Ha, razmer bor. 30 mingdan 110 minggacha qishga nachosli brizalar ayollarga. Mana kichkina maktablarga kelyapti, bunaqasi ham bor ekan. Telefon raqami aytasizmi yo'qmi? Yo, aytishmas ekan, bo'pti. Bunlar jigolar jina kishinoq. Hadis kambillar. Bunlar jina kattaroq, bunlar jina kishinoq ular. Bu 4-5 yoshlarga tushadimi-ku? 3 yosh, 5 yosh, 7 yosh bular. Narxlari 30 ming, 35 ming. Bular 25 mingdan. mana ular 25 ming. Eklanmi shu? Ha? Ikkitani ichida? Ulgurji narxi, pastki narxlari bular. Yo'q, o'tiraman. Ha, o'taban berishar ekan aytilgan narxlarda. O'sha pachkangiz. Azizlar shu. Detskiy tepa past qishga ballarga. Bunlar jigolar jina kishinoq. Hadis kambillar. Bundan kattaroq Bunlar jina kattaroq, bunlar jina kishinoq ular. Bu 4-5 yoshlarga tushadimi-ku? 3 yosh, 5 yosh, 7 yosh bular. Narxlari 30 ming, 35 ming. Bular 25 mingdan. Ha. mana ular 25 ming. Eklanmi shu? Ha? Ikkitani ichida? Yo'q, Ulgurji narxi, pastki narxlari bular. yo'q, o'tiraman. Ha, o'taban berishar ekan aytilgan narxlarda. O'sha pachkangiz. Azizlar shu. Detskiy tepa past qishga ballarga. Velagana bormi? O brizalar kelibdi mana erkaklarga. Bular rasmlari bormi ko'zi? Umuman ulgurji narxlarda rasmlari bor. Nechadan necha razmergacha bor? 54 Qalin brizalar mana, kashmir deyishadi mana. Ichlari nachosli bo'ladi. Narxi ulgurji narxini ayting. 40 ming pachka. 40 mingdan pastga mana kelaverasizlar. Qo'qon shahar Sayaka bozorida. Telefon nomeringizni aytasizmi yo'qmi?
97 ekan. 204 68 74. Aha, mana shu kimga brizalar kerak bo'lsa, pastga 40 ming ekan azizlar. Ko'cha sodasi bir. Mana azizlar bitta qalpoqlar ekan. Bu qalpoqlar har xil razmerlimi? Necha razmerli, necha razmergacha bu? Ha. Cho'zilaveradi. Ulgurji narxi nechi bo'ladi? 15 mingdan. Telefon raqami aytasizmi yo'qmi? 33 ekan, hop. 158 293 mana qalpoq kerak bo'lsa qishki mavsumga azizlar, Mag'zun kanalini kuzatuvchilar. Ha, mana shu qalpoqlar mana shu raqamlarga chiqaraverasiz. Telefon qilib chiqaverasiz. Mana har xilda o'zlarini ko'rsatib qo'yapman, erkak kishi bo'lgani uchun. Mana azizlar, Qo'qon shahar Senka bozorida. Sog' bo'ling. Mana azizlar, ballarga tepa pas so'shlar ekan. Bular necha yoshga tushadi-ku? Kanalga bu. Ulgurji narxni aytib berasizlar. Necha yoshda necha 50 ming. Ulgurji narxi. Tepa pas. Xitoymi yo o'zingizniki? Ha? Ishlab chiqarish. Telefon nomeri aytasizmi yo'qmi? 90 ekan. 309 0902 Qo'qon Senka bozoriga kelaverasizlar. Mag'zun TVda kuzatasiz chiqaraman 1-2 soatdan keyin. Mana azizlar podroska qishki ayollarga, qizlarga kiyim ekan. Ha, podrosko'ylar. Nechigacha aka? Razmer 52 gacha. 48 dan 52 gacha tepa pas qishki ayollarga, qizlarga podrosko'y liboslar. Qo'qonda Senka bozoriga kelaverasiz. Telefon raqami aytasizmi yo'qmi? Aha, bo'pti. Narxini bilamsiz? 75 ming, 60 ming, 45 ming. Hop, 75 ming, 65 ming, bular 45 mingmi? Aha, bular 45 ming. Tepa pasi bilan. Rahmat. Savdo ketdi. Pas kerakmi, tepalik kerakmi? Kontinent. Mana azizlar. Tepa pasmi yo'q? Yo'q, bular tepalik o'zi. Tepalik o'zi. Mana bular tepa pas ekan. Tepalik o'zilar necha pul deyapsiz? 30 pasi 30 ming ekan mana ular. Tepasi 35 ming ekan. Razmeri necha endi? 1x mi, Lmi? Yo'q, razmer 4 yoshdan 12 yoshgacha bor. Ha, bular 4 yoshdan 12 yoshgacha tushadigan jimpillar qishga. Ana bu tepa paslaringiz-chi, ko'zim? Ana bular 60 ming, 70 ming, 80 ming razmerga qarab ketaverar ekan. Azizlar. Telefon raqami aytasizmi yo'qmi? 94 207 20 45. Xo'p. Telefon raqamlari 94 207 23 45 ekan. Qo'qon Senka bozoriga kelaverasizlar. Xo'p, sog' bo'lsinlar. Bu balalarga, qizlargami bu ishtonlar endi? Qizlarga nisbatan bular. Ulgurji narxi. Qachga olib? Qachga kontinent qilyapman. Ulgurji narxini ayting. Qachga 20 ming beryapman. Manalar-chi bu balalarga. Bularni 27 qachga beryapman. Ulgurji so'rasa to'p beraverasizmi? Mana bilan Mana razmerimiz chiqdi. Mana ular katta. Xo'p. 7-sini 40 ming chiqdilar. 40 ming bular. 37 ming. Ko'proq o'tsa kelishtirib beraman. Pastga narxlarni aytdingiz, telefon raqami aytasiz? Telefon raqamini yozinglar aziz kuzatuvchilar. Ayting nomeringizni. 90 ekan. 556 65 shu 14 ekan. Azizlar shu. Biringiz kerak bo'lsa, Mag'zun kanalini kuzatuvchilari bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana azizlar, mana bitta velvet materialdan ayollarga tepa pas ko'ylak ishtonliklar bor ekan. Mana razmerlar nechadan nechigacha bor-ku?
Necha? 48 52. Narxini qancha dedingiz? Ulgurjiroq? Pastkiga 110. Qo'qon Serka bozoriga kelaverasizlar. Telefon nomerini aytasizmi yo'qmi? 91 683 67 69. Aha, bo'ldi. So'dalaysiz. Qani qizim? Siz tushmasiz bo'ldi, ha, kameraga. Mana o'sha ayollar kamziri bor ekan. Razmerlar bor, qizim? Bor, necha razmerdan nechigacha bor? 4dan 9gacha bor. 4dan 9gacha. Xo'p. Narxi? Ulgurji narxi? 90 ming. 90 mingdan ekan. Qo'qonda mana Senka bozori kilo olasizlar. Mag'zin kanalining kuzatuvchilari. Telefon nomeri aytasizlarmi? 90lik. Telefon nomeri 90lik aka. 530 530 80 10. 80 10 mana. Abitaki chiqadi Mag'zin kanalida. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, Mag'zin kanalining kuzatuvchilari, mana ro'mollar bor ekan ayollarimizga. Ular ish bilan endi 8 ming, 9 ming, 10 ming mana Qo'qon Senka bozoriga kesilgan olaverasizlar. Mag'zin kanalining kuzatuvchilari mana shu arzon narxlar. Telefon nomerini aytasizmi yo'qmi? Aytishmas ekan. Xo'p. Mana kanalimiz kuzatuvchilar mana bitta Senka bozorida ajoyib mana krossovkalar bor ekan. Kimga kerak bo'lsa. Xitoymi? Hop, necha razmergacha bor? 36dan 48gacha bor azizlar mana Senka bozoriga kelsalar, Mag'zin TV'ni kuzatuvchilar ko'rasizlar, xudo xolasa. Mana bitta detskilargacha bor ekan. 100 mingdan 400 minggacha ekan. Telefon raqam aytasizlarmi? Aka kelib ko'rishaveradilar. Ha, kelib ko'rishaverar ekan. Xo'p. Mana Mag'zin kanalining kuzatuvchilari azizlar. Mana detski sal kattaroqlarga ham hayavzallar mana Senka bozorida to'layapti. Kesilgan olaverasizlar behijolat. Qishki kiyimlar, oyoq kiyimlar ballarga. Bu oyoq kiyimlar nisbulgacha endi singil. Nisbulgacha bular? Eng arzoni 50 mingdan ekan. Bir jupona qishki poyabzallar kelaverasizlar. Qo'qonda Senka bozoriga. Ota. Kontinent. Ha? Kontinent. YouTube'ga qo'yaman kanalim bor. Tushuntiradimi? Oxirgi narxlarni aytaverasiz. Telefon nomeringizni xohlashsiz berasiz, xohlamasangiz yo'q, telefon qiladi. Mana azizlar Qo'qon Senka bozorida ajoyib sochiqlar bor ekan. Katta bandilar ham bor. Kichkinasi ham bor, bitta qo'l artadigan. Har xildan bor ekan mana kelaverasizlar. Pachkalarda, upakovkalarda mana akkuratni chiroyli qilingan azizlar. Qo'qonda Senka bozori. O banne sochiqlaring nisbulgacha endi ko'cha? Bular sauna bular. Saunaniki ekan, hop. 57 mingdan 80 ming. 57 mingdan 80 minggacha pastga narxi, ha? Aha. O kichinalari-chi? Kichinalari. Betasi ular. Ular 37 qilib beramiz. 37 qilib berishar ekan. Ichida nechta bo'lardi? Upakovka 10 ta bo'lar ekan. Ana kelaverasiz. Telefon raqami aytasizmi yo'qmi? Yo'q ekan. Xo'p. Ro'mollar bor ekan azizlar ayollarga. Kerak bo'lsa. Ro'mollarimiz nisbulgacha bor endi, ko'cha. 5 mingdan 100 minggacha. 5 mingdan 100 minggacha. Senka bozorida mana Qo'qonda kelaverasizlar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Narxini aytdik. Endi telefon nomerini aytasizlarmi yo'qmi? O'zingizga chiqarganim yo'q. Ha? Telefon aytishmadi mana. Senka bozorga kelishlar ko'raverasizlar mana. Azizlar mana shu Senka bozor bo'lsa, Senka bozorda mana shu qara yursa, Qo'qonda Senka bozorga yaqin zo'r oshxonani men aytaman sizlarga. Hozir kiramiz oshxonaga. Senkani bu tomoni. Shunday kesilay. Ana milliy taomlar, kaboblar deb yozib qo'ygan. Shunda sekin pastga tushiriladi. Oljon, yaxshimi? Vallahi yaxshimi? Ana shunday tushiladi.
sizlar tushsizlar. Shu yerda oshpaz ukamiz o'tiribdi, Iqboljonniga. Mana shu mana lazerga osh tomlaydi mana. Isboti mana qozonlarda mana bo'shab bo'lgan, oshi zo'r bo'lgancha azizlar, abid bo'lgan yo'q mana ko'raverasizlar. Ana Iqboljon degan ukamiz mana shu kishi bo'ladi. Sayka bozorga kelsizlar ham Qo'qonga Iqboljon oshpaz topinglar. Eng zo'r osh shunda bo'ladi.